Siz bilarmidingiz, tuxumdon kistalari bilan ham ayol homilador bo'lishi mumkin. Chunki tuxumdon kistalari har xil bo'lishi mumkin. Bular endometrioidli kistalar bo'lishi mumkin, follikulyar kistalar, sariq tana kistalari bo'lishi mumkin. Undan tashqari mutsinoz va agar kista kattalashib ketsa, kistomaga aylanib ketishi mumkin. Lekin bu kistalarning ayrim turlarida homilador bo'lishi mumkin, hattoki jarrohlik amaliyotsiz. Agar sizda ham tuxumdon kistalari aniqlangan bo'lsa, darrowgina jarrohga borishga shoshilmang. Albatta, malakali shifokor ginekologga uchrashing va bu tuxumdon kistalari bilan homilador bo'lish imkoniyatini aniqlab, keyin esa jarrohlik kerak yoki kerak emasligini bilib olasiz. Jarrohlik amaliyoti bilan ayollarda ovarial zaxira kamayishi mumkin. Chunki kistalik bilan birga tuxumdonni sog' to'qimasi ham olinishi mumkin.